hozir biza Fayoztepa buddaviylik monastir ibodatxonasidamiz. Bizga eshikni ochib berishdi. Ketdik, ichkariga kirib ko'ramiz. Termiz davlat universiteti doktoranti Jasur aka Turdiyev bilan hozir birgalikda Fayoztepa buddaviylik monastiri ibodatxonasidamiz. Ichkarisigacha kirdik. Mana hozir ustupani Jasur aka aslicha obunachilarimizga ma'lumot berib o'tsangiz, bu qanaqa joy o'zi? Ushbu yodgorligimiz Fayoztepa yodgorligi sanaladi. Bu hududimiz asosan qadimgi Baktriyaning milodiy 1-asrdagi buddaviylikning yoyilishida o'zini katta ahamiyatini ko'rsatgan yodgorliklardan biri Fayoztepa sanaladi. Yodgorlik o'tgan asrning 10-yillaridan boshlab qazila boshlanadi Lazer Izraelovich Allamov tomonidan va hozirgi kunda esa konservatsiya ishlari to'la yakunlangan. Shuningdek 2004-2006 yillarda esa Yaponiya transfonda UNESCO O'zbekiston hukumatini o'sha qo'shma loyihasi, xalqaro loyihasi asosida konservatsiya va restavratsiya ishlari amalga oshirilgan. Yodgorligimiz to'liq ochilgan, 2 gektarlik hudud egallagan va buddaviylik monastir ibodatxonasi sanaladi. Qadimdan o'sha Buddaning xoki bu yodgorliklar, o'sha stupaning ichida saqlangan. Ya'ni Budda xoki bu yerda borki, buddaviylar, ya'ni buddaviylikka sig'inuvchi buddistlar kelganda Budda tirik, ya'ni Buddaning ruhi bor deb o'ylashadi, e'tiqodiga ko'ra. Shuning muqaddas bir obyekt sanaladi. Bu yarim sferik shakldagi stupalar. Albatta, hozir mustaqillik yillarimizda, ayniqsa kuni mashhur kunlarda yaqin yillar ichida turistlar soni ortmoqda. Surxondaryo viloyatiga bu ko'pincha bularning katta qismini ham buddaviylikka sig'inuvchi hududlar sanaladi va ko'rib turganlaringizdek, ular kelganda ushbu ba'zi bir buyumlarni ham Buddaga tortiq sifatida qo'yishadi. Bu faqatgina hozirgi bir urf-odat emas, qadimdan arxeologik tadqiqotlar davomida stupalarning atrofida ko'plab Buddaning haykallari, yozuvlar tushirilgan, xarosha yozuvlari, yozuvli idishlar va ko'plab mis tangalar topilgan. Ya'ni bu Buddaga tortiq, Buddaga hadya sanaladi. Baraka toping. Rahmat Qo'ttirxon. Eshitganingizdek, aziz obunachilar, kimgadir qiziq bo'lsa, Surxondaryoga agar yo'lingiz tushadigan bo'lsa, ayniqsa Termizga Jasur akaning profillarini atletga qilib qo'yaman, bemalol murojaat qilib o'zlariga kelsanglar ham bo'ladi. Aka gid ekskursiyalar ham o'tkazadilar.